Assalomu alaykum Bozorboy YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Ayni vaqtda biz Andijon shahridamiz. Hamkorlarimiz tomonidan qurib bitkazilgan, o'rnatilgan yotoqxona va oshxona mebellarini bugun sizga obzorini qilib beramiz. Otabek, men bu yerga nima ishlar qilindi? Assalomu alaykum aka. Shu ko'rib turgan spalniyamiz bu joydan unumli foydalanishlik uchun zamonaviy yechim qilganmiz. Kvadratda kichik bo'lgan xonadonlarga shunimiz yaxshi ma'qul bo'lib turibdi. Bu spalniyamiz matrasidan boshlaydigan bo'lsak 1.60 ga 2 oyoq uzunligida bo'ladi. Bu kirganda spalniyda joylashishi, qiblaga to'g'ri kelishi, deraza hisobi, trimo, hammasi qulay joylashligi uchun bu yaxshi yechim. Optimal yechim bo'lyapti. Tepalariga ham yana narsa solib foydalansa bo'laveradi. Bu tepalari dekoratsiya qilib to'ldirish shart emas. Endi kerak buyumlar kirib ketadi. Yoniga jenskiy, murskoy kabinkalarga bo'linadi. Mana misol uchun bu yerga ayollarning libosi ilinsa ham uzun, keyin pastiga tortma qilganmiz, ichida katta tortma qilganmiz. Bu laminatdan 100% laminatdan bitgan, ikki xil laminatdan ishlatilgan. Mana mokriy seriya bilan tuvvatdan laminat ishlatganmiz. Laminatlarimiz rossiyskiy, xizmatlari yaxshi, shilinmaydi, qirilmaydi yonidan. Kronkasi ham 0.4 urilgan, birli urilmagan 0.4 kronka urilgan, bosh tomoni po'kay, ertaga machalka bo'lib boshqa bo'lib qolmaydi. Velur materialda bo'lgan. Buni guli o'zgarsa, o'ziga qarab summalari qo'shilib balandlashaveradi. Bu umumiy razmeri 3.40 ga, balandligi 2.40 bo'ladi. Bajoyi necha? Bajoga 60. Bemalol kattaroq paltolarni ham ilsa ham qo'li chiqirmay, eshik to'liq yopiladi. Hayta ruchkalar qo'yilgan, uzun ruchkalar mana moda bo'lgan. Bu ruchkalarimiz donasi 68 ming so'mdan, kichkinalari 28 ming so'm, tureyskiy ruchkalar qo'yiladi. Bularni ham maxsus Toshkentdan olib keltirdik. O'zimizda yaxshi biberlarni tanlab. Qadrdon tomoshabinlar, bu yoqda ham xuddi shunaqa uzun kiyimlar dilgani va ikkita pastiga tortma qilib bergan, tepada joylari ham qo'yib ketilgan, to'rttalik oshom-oshiq. Matrasiga necha yil garantiya beramiz? Matrasini biz ishlab chiqarmaymiz, biz matrasini tayyor olamiz. Matrasiga 3 yil garantiya beradi. Shuni matrasini o'zini 750 ming so'mdan 1 million so'mgacha olamiz. Bu hajmdagisini 750 ming so'm oldik. Buni tagiga kapot mexanizm qilib ochiladigan tavsiya qilgandik. Yo'q, arzonroq bitsa, 500 ming so'm arzonroq bitsa ham dedi, lekin biz buni shunchaki dispini ustiga tayyorlab qo'ydik. Agarda buni kapot mexanizm qilamiz desak, 500 ming so'm qo'shiladi. 350 ming so'm mexanizm, tagida keyin rossiyskiy HDF'lari bilan 500 ming so'm shu umumiy summaga qo'shilib qoladi. Agar kimdir qildirmoqchi bo'lsa, yana qo'shiladi. Tushunarli. Umumiy ishimiz necha pulga bitgan? Umumiy ishimiz usta haqlari bilan 8 million 200 qildik. Biz yana usta haqidan chegirma qilib, to'g'ri 8 millionga shu razmerda qilinish kerak bo'lsa qilamiz. Aytgan ranglarni xohlasanglar bir xil rang qilib beramiz, xohlasanglar ikki xil rang foydalanib beramiz. Aytgan ranglarga xona interyeriga moslab turib tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Qadrli tomoshabinlar, obunachilarimiz, vodiy bo'ylab shunaqa ishlarni qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Otabek tavsiya qilamiz. Vodiy bo'ylab o'zlari o'lchab borib o'rnatib berishadi. Voha viloyatlariga bo'lsa, upakovka shaklida chiqib ketilaveradi, chizma asosida qilib beriladi. Upakovka shaklida necha pul beramiz vohaga? Vohaga yo'l kirasini o'zlari berishadi. Upakovka holati bo'lsa, biz u yerda yig'ib olish, usta o'sha yerda yollaydi, yollama ustalarni o'rnatishiga ular ham yana sarfi bor, yo'l kirasi bor. Shuna hisobiga biz buni 7 million so'm qilib beramiz. Aziz tomoshabinlar, oshxonamiz ham bitta, mo'jazgina bo'lgan, hamyonbop narxlarda muqobil yechim qilingan chizmalar bilan. Otabek, bu yerga nima ishlar qildik? Assalomu alaykum. Bu oshxona mebelimizni studiya shaklida tayyorlaganmiz. Ko'rishimiz mumkin. Bir chetidan boshlaymiz. Mana mebelga o'rnagan mikroto'lqinli pechni qo'yganmiz. Pastiga mana xolodilnik joylab berganmiz. Xolodilnik bo'yi pastligiga bu mikromolovkamiz ham joylashgan. Yoniga ochiq polka albatta kerak bo'ladi. Joyimiz bekor qolmasligi uchun, unumli foydalanishlik uchun ochiq polka qilganmiz. Sochiq yoki nimadir olib qo'ygani. Tepada joylab qo'yib ketdi. Tepada alohida mana tumbalari bor. Kerak narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Buni balandroq qilsak bo'ladi, lekin konditsionerda havo aylanish tizimiga xalaqit berganligi uchun biz buni shu bo'yda qoldirdik. Umumiy ishimiz nimada? Qanaqa? Umumiy ishimiz 100% laminatda bo'lgan, budjetli variantda bo'lgan, lekin did bilan yondashganimiz shunaqa chiroyli Euro stilda, studiya shaklida oshxona mebel tayyor bo'lgan. 100% rossiyskiy laminat, rossiyskiy stolishniца. Stolishnicamizni buni enini 45 qilganmiz, 60 bo'ladi aslida.
lekin bu podokoniga ham qo'shilib ketish, keyin o'rta yo'li tor qolmasligi, eshiklar butun ochilishligi uchun biz buni 45 ta qoldik. Hamma burchaklar bir kilometrga yopishtirilgan. Hammasi stanovda bosilgan. Bemalol bu yerdan unumli foydalansa bo'ladi. Bu yerda bo'yni pastroq qilganmiz. Bu 85 bo'yda bo'ladi. Bu 75 bo'yda bo'ladi. Nimaga? Chunki yuvishga, to'rg'ashga, xamir osh-ovqat olgani, to'rg'ashtirgani, har xil xamirli mahsulotlarda ovqatlar tayyorlagani bo'yni mijozimizni zakasi bo'yicha sal pastroq berganmiz. Talablarga binoan. Talablarga binoan. Bu yerda mana duxovkalarni joylab berganmiz. Bu mebelga o'rnatilgan duxovka, ikkita kamera oynaligi bo'ladi. Bemalol foydalansa bo'ladigan qilib qo'yib berganmiz. Gaz panelimiz alohida imberdan qilganmiz. Bu yerda mana vichkalarimiz ham bor. Vichkalarimizni ham ulab, atrofini granit kafellar bilan yog'in sanchinga ta'sirchanligi, issiqligiga chidamli qilib berganmiz. Tepalarini mana katyol o'tib ketgan. Yoniga ham shirincha qilib preparavalar qo'yib qo'ygani joylar polka qilganmiz. Bu yerda mana katyoli sekretniy. Polni ko'rsa, joylashtirsa bo'ladi. Keyin yonida ham alohida ochiq polka qoldirganmiz. Mana bunday ko'rinishda. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, endi esa asosiy joyga o'tamiz. Narxi necha pul bo'lgan bu xonadonimizni? Bu xonadonimizning mebel jihozlashi, bu tomondan spalnisini ko'rdik. Buni bitirib topshirdik. Общий umumiy summasi 15 million so'm bo'ldi. Ikkita mebel 15 million so'mga bitdi. Bu metrga hisoblanmaydi yoki bu metrga hisoblanmaydi. Umumiy ketayotgan materialni sarf xarajatidan kelib chiqib, usta haqqi qo'shiladi. Keyin mijozimizga narx aytiladi. Bu endi studiya shaklidagi oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Biz hamma tavsiyalarimizni berganmiz, aytyapman. Bu narsani bozorda ishlar qilib bermaydi. Granit bilan yog'in sanchinga issiqqa ura bermaydi. Bu hammasini aqlli yechim qilib, mo'ljallarni kattaroq qilib, bo'y balandliklariga qoshiq soragonlari bor, bu yerda tortmalar bor mana. Lekin ko'rinmaydi, lekin ancha-muncha qulayliklar beradi. Qulayliklarimiz bor bu yerda. Qozon, kapyur, tarelka, tovoqlarga ko'p chiroyli yechim. Idish-tovoqingizni o'z ichiga oladigan bu mebelimiz. Qadrdon tomoshabinlar, Otabek vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga ham borib, o'lchab, chizmalarni chizib, uyingiz mebeli qanday holatda bo'lishigacha hamma narsasini tavsiya beradi. Bitta telefon orqali rasmlar chizib, sizga ko'nglingizga yoqadigan rangdagi, diddagi, ko'rinishdagi va yo'nalishdagi mebellarni sizga tuhfa etadi. Chizmasi ham bor. Buni chizmasini ham chiqarib beramiz ekranda. Buni ham chizmasini chizilib, mijozimiz OKsini olinib, ma'qullatib turib, keyin buni tayyorlaganmiz. Ekraningizda raqamlar qoldiradi. Podkroch mana bunday domlarga mebel qildirmoqchi bo'lsangiz, Otabek tavsiya qilamiz. Ishlari sifatli.